Endi aka sizga savol. Nimaga aynan butun O'zbekiston ahli Volter stabilizatorini olsa, qanaqa afzallik taraflari bor? Boshqalardan ajralib turadigan qanaqa qiymatlari bor? Ko'p joylarda men to'ldirib o'tmoqchiman. Servisga olib keling, 3 kun kuting, 4 kun kuting, telefonni ko'tarsa, bu akamda bunaqa muammolar yo'q, chunki bozordagi og'riqlarni o'rganib chiqqanlar-da. Shuning uchun servisga olib keling demasdan turib, joyida o'zlari borib hal qilib tashladi. Mana bitta plyus taraflari. Volter brendini boshqa brendlardan ustunlik taraflari biz o'zimiz olib kelamiz. O'zimiz servisiga ham o'zimizga qaraymiz. Ichidagi mahsulotiga 100% kafolat beramiz. Ustida yozilgan 30 kilovolt amper mi o'shanga yarasha ish berishini kafolatlaymiz. Yana bitta savol. Ko'p joylardachi usti bir xil, shunchaki mana bu Volter yozuvi bor. O'shani Volter har xil brendlar yozib berishadi. Ichi bir xil deyshadi. Bunda ham xuddi shunaqami? Qanaqa? Bizning mahsulotimiz biz uchun chiqaradi. Individualni biz uchun chiqaradi. Biz o'zim shaxsan borib zavodda o'zimning talablarimni qo'yib kelganman. 2019-yil Volter brendiga asos solganman. Undan oldin ham shu sferada ishlaganim uchun og'riqli O'zbekistondagi og'riqli momentlarni hisobga olgan holatda individualni qilib yasatqizib kelingan. Bu narsa boshqalarda yo'q deb uverenni ayta olaman. Aytmoqchilarki, noldan o'zlari mashina ichidan xitoyliklar mazgisini qotirib, menga O'zbekiston sharoitiga, iqlimiga, to'rtta fasliga mos keladigan qilib yasab bergan deganlar-da. O'sha jihatlari bilan bular ishonch bilan aytayotdilar. Men faqatgina tanilishlariga yordam berolman, lekin tavsiya xolisona, chunki o'zim storieslardan doim ko'rsatib boraman. Nega? Sababi mijozlarning talabi va ularning ishonchi bilan birgalikda Volter brendi bilan ishlayapmiz. Boshqa brendlar bilan o'zi ishlay olmaymiz, chunki bizning talablarga to'g'ri kelmaydi. Mana afzallik taraflarini o'zlaridan eshitdinglar. Agar ma'lumotlar yoqqan bo'lsa, mana bu narsani bitta bosib qo'yib, Volterni biosiga o'tib, podpiska bo'linglar, xudo xolasa. Agar kim hamkorlikda ishlamoqchi bo'lsa, butun O'zbekiston bo'ylab ishlashlari mumkin. Mana kechaginda katta miqdorda tovar tushdi. Bu yilning oxirigacha yetadimi? Bo'ldi, boshqa tovar kelmaydimi? Tovar hali yana kelyapti. Yana kelyapti. Boshlanyapti-da, kelyapti. Xudo xolasa 1-2 kunda yana mahsulot keladi. Yil oxirigacha yetkazib berasiz, to'g'rimi? Uzilish bo'lmaydi. Bemalol hammasidan ob'yomda qancha so'rashsa qilib beraveramiz. Hammasidan bor. Hamkorlik butun O'zbekiston bo'ylab, xudo xolasa. O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatdan agar imkoni bo'lsa, ishlaymiz degan odam bo'lsa, marhamat, aloqaga chiqsin. Ulgurji narxida murojaat qilsa, bemalol yetkazib beramiz narx-navoni-da. Obuna bo'linglar, murojaat qilinglar. Ulgurji narxida, optim narxida bemalol shug'ullanaversanglar bo'ladi birgalikda hamkorlikda va servis xudo xolasa muammo bo'lmaydi, chunki 2 yil davomida menda hech qachon muammo bo'lmagan. Uverenni tavsiya qila olaman.